Poytaxtimiz Toshkent Turkiy davlatlar iqtisodiy hamkorligining global muloqoti markaziga aylanmoqda. 2025-yil 14-aprel kuni O'zbekiston poytaxtida Turkiy davlatlar tashkilotining yetakchi tahliliy markazlarining Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlari o'rtasida savdo salohiyatini kengaytirish, qo'shma tadqiqotlar va strategik yechimlar mavzusidagi xalqaro anjuman bo'lib o'tadi. Anjuman O'zbekiston iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi, strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti, Markaziy Osiyo xalqaro instituti tomonidan Turkiy davlatlar tashkiloti bosh kotibiyati bilan hamkorlikda tashkil etiladi. Tahlil markazlari anjumanini o'tkazish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2024-yil noyabr oyida Bishkek shahrida bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkilotining 11-sammitida taklif etilgan edi. Bu tashabbus Turkiy davlatlar o'rtasidagi integratsiya va hamkorlikni rivojlantirish istagini aks ettiradi. Xalqaro anjumanning asosiy maqsadi Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlarining yetakchi ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda tadqiqotlar o'tkazish, bilim almashish va tashkilot makonida savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat. Anjuman almashinuv maydoniga aylanadi va Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlarining global maydonda raqobatbardoshliligini oshirish strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Anjumanda Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Vengriyadagi tahliliy markazlar mutaxassislari ishtirok etadi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi hisob-kitoblariga ko'ra, 2024-yilda Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo va kuzatuvchi davlatlarning umumiy nominal yalpi mahsuloti 2,1 trillion dollarni tashkil qilgan. Bu jahon yalpi mahsulotining 1,9% tashkil qiladi. Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlarning umumiy tashqi savdo aylanmasi 2024-yilda taxminan 1,2 trillion dollarni tashkil etdi. 2024-yil yakunlari bo'yicha O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi 9,6 milliard dollarni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasi umumiy tashqi savdo aylanmasining 14,5% Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlari hissasiga to'g'ri keladi. Mutaxassislar yanada integratsiyalashgan va o'zaro manfaatli iqtisodiy makon yaratish bo'yicha yangi yondashuvlarni taklif qiladilar. Xalqaro anjuman bilim almashish, mustahkam aloqalarni o'rnatish va kelajakdagi iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish imkoniyatidir. Turkiy davlatlar birgalikda barqaror iqtisodiy kelajak sari